790 millionga yutildi. 790 millionga yutildi. Buni fluorografiya apparati edi. Oldingi eski emas, 75-yilda ishlab chiqarilgan. Hozir yangiga almashtirdik. Buning xususiyati bu fluorografiya, rentgenografiya, rentgenoskopiya, fluoroskopiya 4-5 xil ko'rib beradi. Xususiyatlari zamonaviy apparat edi. Eskisi bitta fluorografiya o'pkani ko'radi. Bu qonni to'qimalardan hammasi ko'rib beradi. Bu FGDS apparatimiz o'sha tashabbusli byudjetdan yutilgan. 2010-yil, eskisi 2010-yil olingan, 2016-yil ish to'xtatilgan faoliyatimiz zapchasini topish va qiyinchilik tug'dirgani sababli bu yilgi tashabbusli byudjetda buni qo'ydik. Bu 1,5 milliardga boyaqa rentgenografiya, fluorografiya apparatimiz 790 millionga yutilgan bo'lsa, bu 260 millionga yutilgan apparat. 260 million o'yinda yutib, Ahvo AS1 hozirgi eng oxirgi markasini qo'ydirdik o'yinga. Eng oxirgi markasini yutib olib keldi. Hozirgi bemorlarga foydalanib shu kunda ishlatilyapti hozir. Bemalol kista gematomalar vaqtida ko'ramiz. Mana yosh homiylarda hozir 8 hafta homilat ko'rdik. Aniq chiqarib beradi. Bizda bunda ham yurak urishlarini sidiqlarimiz bor. Aniq informatsiya beradi. Avvalgilardan Avvalgida qanday? Avvalgimiz buni cho'rni beli, eski apparat. Nechinchi yilga keladi? Bu bizga где-то 2005-2010 kelgan. Bu eski cho'rni beli, buni ichida hech qanday kabinlar bo'lmaydi. Bu ham oxirgi marka. Bu endi eng yettisi bor. Eng yettisi sal mablag' bilan ekan, bu o'tib ketar ekan, biz bildirgan bo'ldim. Eng oxirgi qo'ydik.